Siz o'ylaysizki, kuchli insonlar hech qachon adashmaydi. Siz o'ylaysizki, kuchli insonlar qaror qabul qilishda va muvaffaqiyatda bizdan aqlliroq deb. Aslida unday emas. Aslida ular ichki ovozini, ichki sezgisini eshitishni bilishadi. Assalomu alaykum. Siz bilan psixolog Jahongir, navbatdagi intuitsiya bo'yicha darsimiz. Xo'p, qarorlar qayerda qabul qilinadi? Aynan biz hayot sohamizda muhim vaziyatlarda qaror qabul qilishdan oldin miyamizda o'ylaymiz. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydiki, hamma qarorlar birinchi navbatda miyamiz orqali qabul qilinadi. Aslida birinchi qaror ong ostida qabul qilinadi. Qaror degani o'zi nima? Masalan, hayotingizda muhim masala turibdi. Mana shu masalani yechishingiz lozim. Yoki o'sha masalaga nisbatan harakatlarni belgilab olishingiz kerak. Sizga ikkita joydan ish taklif qilinyapti. Mana shu ikkita joydan ishdan bittasini tanlashingiz lozim. Bu qaror hisoblanadi, ya'ni tanlov. Ko'pchilik muvaffaqiyatli insonlarni yutug'i ularni aqlli ekanligida yoki bizdanda ko'p pul topishida emas, ular o'zini ichki ovozini tinglashni bilishida. Ya'ni aqlli, muvaffaqiyatli bo'lish emas, asosiy omil ichki ovozni tinglash. Bizni ong ostimizda qarorlar qabul qilinadi. Buni ilmiy tadqiqotlarda ham isbotlashgan. Miya birinchi navbatda qaror qabul qilishdan oldin, ya'ni ong anglash olishidan oldin birinchi navbatda hissiyotlarga tayaniladi. Ya'ni hisni, ma'lum bir vaziyatga nisbatan hissiyotni ichingizda his qilasiz va mana shu hissiyot keyinchalik sabablarni topishimizga yordam beradi. Ya'ni birinchi hissiyot, keyin sabab. Ya'ni miya qarorni ong anglashidan oldinroq qabul qilgan bo'ladi. Intuitsiyaga tayangan holatda, ichki sezgiga tayangan holatda. Shuning uchun ham ko'pchilik psixolog hamkasblarimiz o'zingizni tinglang, qalbingizni tinglang deya juda ko'p gapirishadi. Intuitsiyani yopib qo'yuvchi jarayon. Nima uchun inson noto'g'ri qarorlar qabul qiladi? Buni 3 ta sababi bor. Inson noto'g'ri qarorlar qabul qilishini birinchi sababi bu qo'rquv hisoblanadi. Ikkinchi sababi boshqalarning fikri. Biz e'tibor berganmisiz? Ko'pincha suhbatlashayotganda, hayot masalalarimizni hal qilayotganda boshqalarning fikriga ham tayanamiz. Va bu jarayon ham qarorni noto'g'ri belgilashimizga, noto'g'ri munosabat o'rnatishimizga sabab bo'ladi. Uchinchisi bu ichki sezgini bostirish. Ichimizdan qanaqadir g'alati hissiyotlar keladi, ichimizdan biron bir masalaga nisbatan qaror qabul qilayotganimizda o'zimizni yomon his qilamiz va bu jarayonga e'tibor bermaymiz. Shunchaki hissiyotda deymiz. Mana shu bizni 3-chi xatoyimiz hisoblanadi. Va natijada nima bo'ladi? Noto'g'ri munosabat, noto'g'ri qaror oqibatida yomon natija, yaxshi emas vaziyat hayotingizda shakllanishni boshlaydi. Va yana aytadigan jihatim, intuitsiyasi kuchli inson hayotda nimaga erishadi? Tasavvur qiling, sizni ichki sezgilaringiz oshib ketdi. Birinchi navbatda yoningizdagi odamni his qilib turasiz, yomon vaziyatini, empatik tarzda, ya'ni empatiyangiz rivojlanadi, ancha uni dardini bilib olasiz, his qilasiz. Ikkinchidan, qandaydir yaxshi emas vaziyat hayotingizda sodir bo'lsa, tez chiqib ketasiz. Chunki ichkarida sezgilar orqali, intuitsiya orqali vaziyatni yaxshilashtirasiz. Va qaror qabul qilishingiz osonlashadi. Ko'pincha 70-80% qiladigan harakatlaringiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Nima uchun muvaffaqiyatli bo'ladi? Chunki siz ichkaridagi sezgilarga tayanib harakat qilishni boshladingiz. Aynan mana shuning uchun ham ichki sezgi, intuitsiyani oshirish bizga suv va havodek zarur o'rtoqlar. Agarda siz ichki sezgilaringizni oshirmoqchi, o'z ustingizda ishlab, tanimagan, bilmagan insonni faqat ismi orqali, shunchaki u haqida diagnostika qilib, ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, shogirdlik intuitsiya darsimga qabullarni ochdim va sizga o'zimni mana shu intuitsiya borasidagi kuchli ilmlarimni o'rgatmoqchiman va bu bilimlarni amalda qo'llash orqali siz tanimagan, bilmagan insoningizni diagnostika qilgan holatda u haqida ma'lumotlarni bilib olishingiz va hayotda ko'pincha to'g'ri qarorlarni qabul qilishni o'rganishingiz mumkin. Izohlarda Telegram kanalim manzili berilgan. O'ting, murojaat qiling va darslarimizda ko'rishguncha like bosing, obuna bo'ling va yaqinlaringizga ushbu darsimizni yuborib qo'ying. Hozircha shu, omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.